Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Andijon voqeasini biz qilganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz. Mana shu o'lim gudida o'tib bo'lgan o'limlar bo'layotganligi uchun biz o'zimizni topshirgani ketyapmiz. Agar bizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasizlar. O'sha odamlar bir-biri sof-sof ketyapmiz, uni sof-sog'lom. Biz hozir chiqib o'zimizni topshiramiz. Salomatmiz. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Mana bu video murojaatim ichki ishlar xodimlari, prokuratura va SGB xodimlariga bag'ishlanadi. Va ulardan iltimos, shu kunlarda ko'rayotgan internet tarmoqlarida tarqalayotgan Komil Anorjonovga qilingan suiqasd aslida suiqasd emas. Bu insonning foydasi uchun, manfaati uchun qilingan ish ekanligiga yaxshilab e'tibor beringlar. To'g'ri, biza bu ishni faqat pul maqsadida qildi, chunki bizga o'rtada odamlar turgan va bizga pul va'da qilishgan. Shu holat yuzasidan bizga obrashatsiya qilgan odamlar bor edi. Bizga pul va'da qilishgan. Sababi bu insonning Oybek aka degan odam bilan o'rtasida qanaqadir muammosi bo'lib, agar biza bu ishni qilsak va bu ish ular kutgandek bajarilsa, hamma Oybek akadan ko'rishini, Alamjonov esa hamma ishlari a'lo bo'lishini, kelajakda bu ish bizga vobshe muammo bo'lmasligini va'da qilgan. Lekin afsus, na puldan darak bor, na bir aytilgan va'dalardan. Meni endi aldashganligidan so'ng men tushunib yetyapman. Shu bizani bular mediada qora qilib o'ziga olib olishyapti. Agar menga kattaroq organ xodimi va'da bersa, bizani sindirmasligiga, men hamma narsani isboti bilan qo'yib berib, ochib beraman. Masalan, bizga bu odamni yashash lokatsiyasi xatdan kelib qoldi. Bu odamni bizga bo'shash vaqti, o'sha vaqtda poyezd o'tadigan joyga qanday kelib qolishi, keyin bu odam bu qurol yarog'larni o'zligi tashab ketganligi, o'sha poyezd yo'lagiga, uni uyiga yaqin bo'lgan joyga. Mana medialarda ko'raman, 2-3 ta qurol topildi dedi. Bularning ichida bitta katta qurol ham bo'lgan. U qurolni ko'mib ketilgan. Men ko'mib ketilgan, chunki ertaga bu ko'mib ketilgan qurollar kimgadir tuhmat bo'lishi haqida bularni o'zligini bir rejasi bo'lgan. Endi men tushundim, bu narsa noto'g'ri. Biza Oybek aka degan odamga umuman tuhmat qilish niyatimiz yo'q. Chunki bizani bular pulga yamaldadi, va'dasiga yamaldadi. Hozir hammaning yonida biz jertva bo'lib ketyapmiz. U odam oppoq farishta bo'lib qolyapti. Muammo bo'lib qolsa hal qilishligi kerak edi. Biz kupa kunduzi jinoyatchi bo'lib qolyapmiz. To'g'ri, men xato qildim. Meni yonimdagi odam xato qildi. Biz bu ishlarni pulni olish maqsadida qildik. Lekin bu suiqasd emas. Odamni o'ldirish uchun suiqasd qilib, jaddu-jahd bilan qilingan ish emas. Bu odam bitta odamning pozitsiyasini kuchli bo'lish uchun qilingan ish edi. PR edi bu, PR. Qaranglar, odam o'ldirmoqchi bo'lgan inson o'zi kuzovga otmaydi-ku. Oynasiga otadi yoki to'g'ridan to'g'ri o'sha haydovchiga otadi yoki odamning o'ziga otadi. Kim men eshitayotgan bo'lsa to'g'ri qabul qilinglar. Bizani faqat qoraga chiqarib qo'ymanglar. Bu odam o'ldirish uchun qilinmagan suiqasd emasligi shunday ko'rinib turibdi-ku. Insonlar, amaldorlar, ichki ishlar xodimlari, yana kim mansabdor shaxslar, adolatli bo'linglar ozgina. Agar va'da bersanglar, borib men hammasini bitta joy-joyida aytib tushuntirib beraman.